Sen nima Qo'chqor so'loq? Bolasi Qo'chqorcha. O gap yo'q mana. Mana Qo'chqor. Kelajakda qaranglar, Qo'chqorni. Quloq qarang. Maşalloh. Jasur aka mana shu qanchalik deb o'ylaysiz Qo'zin aka? Bir oylikka bordimi? Yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilar va yakatda uskanaldan ashaddiy obunachilari. Mana bugun 10-noyabr hafta kuniga akalar dushanba Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'ondamiz. Arzonchilar, optimchilar yig'ilgan mahalladamiz. Birodarlar, bugun sizlarga mana bunaqangi bo'g'oz so'li qo'ylarimizdan kelgan ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib, bittadan like'larni bosib qo'yasizlar. Azizbek bilan Xudo xolasa chiroyli qilib narxlarini kelishtirib, arzon qilib beramiz. Olgan obunachilarimiz maza qilishadi inshaalloh. Azizbek, assalomu alaykum. Jasur aka kelib assalomu alaykum obunachilar. Aka Xudo xolasa bugun ozgina. Omon narxlarini men qarang, arzon qilib berasiz. Narxi o'ta arzon bo'ladi aka. O'tgan safargilar qanchaga sotib tashladi? O'tgan safar talamash bo'lib ketdi. Qayerga ketganini ham bilmay qoldim. Yapi, o'tgan safar ham salkam nechtacha qo'y chiqardik? 50-60 tacha chiqardik. Ha, ko'proq chiqdi, 100 tacha chiqdi. 50-60 tacha qo'yni syomka qildik, ichkarida ham bor edi. Yangi partiyamizga. Bular soni nechta? Buni soni 12 dona. 12 dona. Xo'p, 14 ta ekan Jasurbek aka, shu 14 ta. 14 ta. Ha, 14 bosh. Inshaalloh, qo'ylar qaranglar akalar. Hammasi bo'g'ozga berasizmi? Hammasi bo'g'oz aka, o'z tagi bilinyapti. Qo'chqor qo'shib. Yo'q, Qo'chqor undan qo'shib olishmaydi. Garantiyasi bilan bo'g'oz. Ani baqob tushunchi qo'ylarni. Hap o'sha qanday yurgis. Ana, qo'ylar ketishini qaranglar akalar. Sariq qo'y ishqibozlariga bo'z rangidan ham bor ekan akalar. 14 ta, yoshlari qanaqa bo'ladi? Yoshlari aka 2-3 qoringa olishaveradi. Liboy qo'yimda tishini kelib ko'rib olishaveradi, borgandan keyin ham ko'rib olishaveradi. Ha, ag'iga bexijolat. Bexijolat. 14 bosh akalar, bo'ylari 80-85 shuni atrofida. Eng kami 80 ga, eng baland 85 plyusga olishaveradi aka. Aha. Endi haligicha aqabaqa-da bular. Tepaga chiqaveradi bu. 1-2 sm aqabaqa. 1 sm aqabaqa. Agar borgandan keyin o'lchab olishgan taqdirda ham undan kichkina kam chiqmaydi-da aytgan haligimizdan. Xudo xolasa, akalar sifatlari zo'r, yemoq-ichmoqlari yaxshi. Yoshlarini akalar har bittasini ko'rib olishingiz mumkin. Bexijolat. Xolasalaring Azizbekni o'zi tashlab beraman aka. Video qilib tashlab beradi. Akalar, muammo yo'q. Haligi qo'y olgandan keyin nima deydi? Bir 3-4 marta bolalarni olib kimdir boqqisi keladi. Kimdir bir xilgalar misol uchun 1 marta 2 marta boqib turib, go'shtga boqib yuboradi. Mana qo'ylarni ko'rsatdim Jasurbek aka. To'sib yuboring ashuni. Mana shu 85 plyus chiqadi, xotirjam. 85 plyus. Ha. Ha, katta ekan. Ash tomonda bittalarni to'sib yuboringlar aka. Mana yoshini ham ko'rsatib qo'ying Jasurbek aka. 6 tish. 6 tish. Gap yo'q. Qo'ylarda xolisi hamma yo'q joyida aka. Ana. Bularda endi bu bas narxida-da. Azizbek. Narxlarimi? Ha, nech puldan deysiz? 6 million 58 yo'q narsa aka. Ha. 5,5 million so'mdan optimiga ketaveradi. Kami bor-ding? Kami bor aka. O'tib beraman obunachilar mana, bor aka. 5,5 milliondan yosh chetda o'tib berasiz. Telefon qilib o'tib beraveray. Keling, oldi qochdi qilmang. Bo'ldi, 100 ming, 50 ming yo'q narsa aka. 200 ming so'mdan yo'l qo'yib beraman, bo'ldi, bor aka. 5 million 300 ming so'mdan. Yana deysiz, yana o'tib beraman o'zlariga. Keng. Jasurbek aka, ko'p o'tkilyapti. Mayli, obunachilarimiz maza qilsin. O'zi 14 ta xolos ekan. Foyda qilmaydim o'shunda. Jasurbek aka qarang, mashina foydasi ham, ziyonidan ham kechdim aka. Obunachilarga qarang. Obunachilarga. Elga haqqa ishlaymiz. Ha. Like bosib, kommentariy yozib, hamma yo'g'ini qilib qo'yishadi aka. 100 mingdan emas, 200 mingdan o'tdim. 51 dan bo'ladi, bor aka. 51 dan oxirgi tochkasi. Tochkasi aka. Yashil. Akalar, 5 million 100 ming so'mdan nima deyapti bo'g'oz so'li qo'ylarimiz. Quloqni qaranglar. Bu rangni qaranglar akalar. Et boshlari joyida, bir joyga olganga 5 million 100 dan. Tanlab olishgachi, bitta olaman. Tanlab olishga 300 ming so'mdan plyusi bor. 300 ming demi, Azizbek, ashuni ham. Qo'pon eshitilar ekan. Siz obunachilaringizga bo'ldi. 200 ming so'mdan qo'shib yoqqan qo'ydi. Tanlab olishaveradi aka. Bitta desa bitta. Bitta desa bitta, yarimta desa yarimta ham tanlab olishaveradi. Ya, nodiming. Bor gapni gap. Endi 2 kishi haligi qilib bo'lib olmayman deysiz ham-da. Ha. Xullas, akalar 5 million 100 dan optimga bahosi tanlab olishga 5 million 300 ming so'mdan yoqtirganlaringizni xohlasalaring, mana go'daliklarini, kattalarini, ha? Jasurbekga qarang-da. 5 million 100 dan bo'ladi desak, naylilik bo'lib ketadi aka. Ha. Telefon qilsin. Optim olaman deysin aka, o'pish so'mdan o'tib beraman. Yashing. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah. Endi akalar ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Akalar, endi bu partiyamizga bitta yana bola qo'yamiz hamda bitta ko'k, bitta sariq, ikkita bo'g'oz qo'yamiz mana.
Ular bitta ena bola, ikkita bo'g'oz qo'ylarimiz. Ena bolani qulog'iga gap yo'q ekan, lekin enasini. Enasini ham, bolasini ham aka mana. Enasini ushalasizmi? Mana aka. Bolasi nima? Qo'chqor, so'loq? Bolasi qo'chqorcha. Vo, gap yo'q mana. Mana qo'chqor. Kelajakda qaranglar, qo'chqorni. Quloq qarang. Maşalloh. Jasur aka mana shu qanchalik deb o'ylaysiz qo'zini aka? 1 oylikka bordimi? Yo'q. Ha. 22 kunlik bo'ldi. 22 kunlik. Endi Bravo, bir haftasi 22 kam, 1 oylik bo'libdi. Ha. Siz ham mana shu varag'ingizdan bir varaq yirtib bersangiz o'lar ekan menga. Mana aka. Enani qaranglar, akalar, qulog'i o'ta ham go'zal, Qirg'izistonni qo'yi ekan. Toza Qirg'iziston. Yoshi 6 ta ekan, 3-chi qorin ekan Endi demak. chiqdi 6. Ikkinchi bola endi 6 taga chiqdi aka. Yaxshi mana akalar. Xolasalar ena bola, xolasalar bo'g'oz. Bo'g'ozlar yoshi qanaqa? Bo'g'ozlarki narginiki sariqniki 6 ta. Mana. Buchi? Ko'hvori. Xudo xolasa mana bari. 2 ta ekan. 2 ish. Mashalloh. Quloq qarang. Ajoyib bu. Hali Odiljonning qo'rasida chiqardik-ku, ko'k Ha. bo'ldi. Shu dahshat edi. O'shani sherigida bu. Ha. Mana u Bo'ylari qo'lni qarang. 85 plus minus. 85 plus minus mana. Azizbek, Buniki 80 plusga olishsin, 85 chiqaradi. bo'g'ozlarda nech bildingiz? Ena bolani nech bildingiz? Aka 16 million, 13 million berishsin bo'g'ozlariga. Ha. Ona bolaga 10 millionga beramiz. 10 million. Kelishtirib ayting, ena bolani qimmat. Jasurbek aka mana telefon qilishadi. Bu qo'ylar o'zimga dehqonchilik. Ha. Telefon qilsa chiroyli qilib o'tib beraman aka. Bir narsa deng videoda ham. Bo'ldi 300 ming o'tdim. 907 ta ena bola. Yo'q, narigalarga 300 ming kam bo'lsa, ona bola 10 million bo'lsin. Nimaga Keyin bo'ldi. ena boladan o'tib bera olmaysizmi? Unga ham 200 ming o'tib beraman. 500 ming kam bo'lar aka. Bo'ldi, gap yo'q. Yashing. Zararlar qo'ya chiqaverasizlar. Endi 3-chi partiyamizga navbat. Partiyamizga akalar puli yengil bo'g'oz so'li qo'ylarimizdan akalar, sifatlari zo'r, yema ochmoqlari, hamma yo'g'i yaxshi. Hamma yo'g'i joyida aka. Yoshlari qanaqa bular? Yoshlari 4 ta 6 ta. 4 ta 6 ta. Sonini sanayapsiz-a? Nechta chiqdi? Soni 15 dona. 15 ta akalar. Ha. Sifatlari go'zallaridan mana. Bo'ylari 75 plus 80 minus do'ramiz-a? Yo'q, yo'q. Ha. 80 plus. 80 plus. Xudo xolasa. İyi hazır. Endi ichida bitta ikkita 80 ga chiqishi mumkin. 75 80 plus minus. Ha, shunday deb qo'yaman aka. Lekin xudo xolasa 80 plus hammasi pashti. Evet. 80 minus chiqmasa kerak. Nechta ekan soni? Soni 15 dona. 15 ta. Pulini olma qo'zin narxida qilib bermasangiz e'lon qilmayman. Aka qo'zi ham bermaydi. Ha? Ishoning. Ha. Qo'ylari qarang, o'ta go'zal. Bir joyga yetonchi bahosini Bir joyga ham 4,5 milliondan ketaveradi aka. 4,5 milliondan. Ha. Qo'zin katta qo'chqor beryapti-yu. Yo'q, yo'q. Ya kelishtiring. Aka bo'ldi. 100 mingdan o'tdim yana. Ya maydalashmang-ta endi. Yana 100 ming maydalashmi? Keng bo'ldi, 300 mingdan o'tdim aka, bor aka. 4,5 milliondan 300 mingdan kam bo'lsin. 4.2 dan. 4,2 dan ketaveradi. 4 million 200 ming so'mdan akalar mana bo'g'oz so'li qo'yiladi. Aynan endi buni bunday obunachilarga tavsiya qilsak bo'ladi. Bozor narxini aytib qo'ydingiz-da. Yo'q, yo'q, bozorda aka. Endi men bozorga taqqaslab sotmayman, lekin bozorda liboy bozorga solish olsalar. Ha. Solishtirib beslashaveradi qo'y. Hammasi bo'g'ozmi ish qilib? Hammasi bo'g'oz aka. Mana men ular qorin tashab qo'ydim. Ular bilinmabdi-ku, nima Azizbek? Yo'q, u ichida bitta oriqroq aka o'zi. Ha. Yana bir qator qo'chqor qo'shib olasizlar, o'shanaqalariga, ha? Ha, shunaqalarga. Undan o'sha bitta xolos o'zi oriq. Ha. Qolgani hammasi xudo xolasa narx bo'g'oz, ha. Mana ham qorin tashab qo'ygan. Pashti o'zi qo'ylar 70-80% qochib bo'ldi, ha, Ha. Hozir pashti o'zi qisir qo'y qolmadi aka. Ishqozlari aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Narxlari juda ham hamyonbop narxda bo'ldi. Men qarang, bu tanlab olish plismini aytmabsiz-ku. Tanlab olishga aka 4,5 million yo'q. Ha. 44 dan yoqqan qo'y. Ha. Hammasini olaman deysin. Ha. Qo'l tashab. Siz obunachilaringizni hammasini olaman deysa, chiroyli qilib o'tib beraman. Videoda oxirida bo'lsin, bag'i. Gap yo'q, yashing. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salom.